Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'zmusayi Navbahor 25-uydan Namangan Chustga dastavkamizni olib kelganmiz. Dastavkasi ichida mana shu jo'jalarimizni narxlari 15 ming so'mdan qilib berganmiz. Kimga zarur bo'lsa, 100 ta, 150 ta, 200 ta olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana 15 kilo jo'jalarimizni dastavkasi ichida deylik mana Namangan, Baliqchi, Paxtaot, Buloqboshi, shu Andijonda atrofi bo'lsa, misol vodiy territoriya bo'lsa, bemalol Qo'qon-Po'qonlarga ham olib beramiz. Kimga zarur bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqinglar. Hozir Namangan Chustga berib kelganmiz. Xudo xolisa, kun issiqligini hisobiga Chust degan joydamiz. Xudo xolisa, bilmayman, mashinlarni taniganlar, Chustli obunachilarim bo'lsa, bittadan aktiv bosib taqilab ko'rasizlar. Har kanaldan kirib ketamiz hozir. Mashinadan ashaqqa qarab kirib ketamiz. Jo'jalarimizni xudo xolisa salqillatyapmiz hozir. Damas nomerini eslab olinglar. Shu dastavkaga olingan Damas 60P731 ya. Ko'rib jo'jalarimiz holatlari ideal. Brullerlarimiz 17 mingdan qilib beryapmiz. Ko'proq olaman degan obunachilarimizga 15-16 ham qilib beraveramiz. Eng kami 15 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolisa, grammlari где-то 150 tepasida 200 deyarli qadar. Olmi xo'rozidan Ros 308 dan qilib beramiz. Xudo xolisa, kimga zarur bo'lsa, pastda nomer qoldirdik, bemalol aloqa chiqib, Vodiy Chorva kanalini qo'llab-quvvatlab, bittadan like tugmachasini bosib, bizning kanalga obuna bo'lib, Andijon xorijlarini yoki brullerlarni boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga bemalol videosini tarqatib ko'rasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanalda admin Muhammad Oyib bo'ldi.